Buxoroga safar. 1870-yili Otishning Mahshat yezisidagi bir hovlida bir to'p jamoat o'rtib bo'lishib ketgan edi. Hovlining bir bo'ling'i esilgan doshqozonda sho'rpi qaynayotdi. Uning nersidagi tonur kavp uchun tayyorlangan bir paqlanning go'shi butun dumlangan edi. Hovlining kun chiqish tarafidagi oshxona uyida bir to'p ayollar etaklariga sabzi to'g'rayotdi. Mehmonxona uyida yurt kattalari, imom, ma'zinin, shayxlardan tarkib topgan mo'tivarlar cho'rdishib, yekandozning ustida badashqon qurib o'tirishgan edi. Hovlidagi supaga selingan dasturxonni cho'rdab, uy egisi Abdulvarisning urug' tuqqanlari, qulun qo'shnilari o'tirishgan edi. Jamoatning hammasi dehqon Abdulvarisning 15 yoshlik o'g'li Abduqodirni Qashqar xonlik madrasasiga uzatib qo'yish uchun yig'ilgan edi. Abduqodir mush yoshga kirguncha 30 par Qur'onni to'liq yodga ilib bo'lgan. Asti tutish qobiliyatining yaxshiligi, zehnining o'tkirligi bilan Mahshat yezisidagi o'limalarning opirin o'qishiga sazovor bo'lgan edi. Hozir u mehmonxonadagi uyda mehmonlarning qatorida Sulton Sutuq Bug'roxon mazrining shayx so'zlayotgan Bug'roxonga oid hikoyalarni berilib anglamoqda edi. Yo'g'on, qop-qora qo'y ko'zlarida ilmga bo'lgan o'tdek intilish chaqnab turadi. Shayxning hikoyasi Bug'roxonning o'rnida arab xalifaligidan din tarqatqili kelgan elchilar bilan o'tkazgan suhbati ustida ketayotganda yo'g'on tanglikka liq kelgan bir qo'yning go'shi dasturxonga keltirildi. Mehmonlar shayxning boshlamchiligida Fotihaga qo'l ko'tarishdi. Ular avval taom, andin kalom deyishib, parchalangan go'shtlarni ishtaha bilan yeyishga boshladi. Sho'rp ichilib bo'lgandan keyin dasturxonga tonur kavpi, zig' kavpi, oshmand qatorliqlar orqama-orqadan keltirildi. Shu tariqada qosh qaraydi. Mehmonlar namoz xutbalarini o'qib bo'lgandan keyin mavlud o'qishni boshladi. Mavlud tam suzilganda orom oxirlashdi. Ular sahar salqinida o'ylining oldidagi eriqda tahorat yangushlab namoz bandat o'qishdi. Namoz bandatdan keyin jamoatning hammasi topgan targanlarini yig'ish qilib Abduqodirga yo'lliq tutishdi. Yo'lliq tutish oxirlashgandan keyin jamoat Abduqodirni o'rtaga to'xtatib qo'yib, shayxning boshlamchiligida Abduqodirning Qashqar xonlik madrasasidagi o'qishiga utuq tilab, ilmining ziyoda, tinining sog'lom, rizqining keng bo'lishiga tilakdoshlik bildirib, uzun duo qilishdi. Dehqon Abdulvarisning yuzida faxrlanish tuyg'usi teshig'i tepib turardi. Aradan 20 yil o'tganda Qashqardagi o'limalar uni ikkinchi qatim yana shundoq duo qilib Qashqardan Buxoroga uzatib qo'ydi. Bu 1890-yili yoz oylarining ma'lum bir kuni bo'lgan ish. Qashqar Heytgoh jamoasining oldidagi gulzorliqda qizil gullar hüppidi echilib, atrofga xushburoq chechib turardi. Chinqi tushdan qayrilgan mezgil bo'lib, jamoatning munardan anglangan mungluq azon ovozi yiroq-yiroqlarga uchib ketyapti. Odamlar to'p-to'p bo'lib jamiga qarab oqmoqda edi. Darvozaning ustida azon aytayotgan naznin dal Abduqodir bo'lib, bugun uning oxirgi qatim azon aytishi edi. Bugun u Qashqardagi jamoat bilan xo'shlashib, atdeganda Qo'qon shahriga mangmoqchi bo'layotdi. Namoz oxirlashgandan keyin mihrobning oldida imomga yonlashib o'tirgan shayxul ulamo Molla Islom oldiga chiqib, gelini qirib qo'yib so'zga kirishdi. Abduqodir mazni juz'iyot ilmida kamolatga yetdi. Hadislar bilan atrofliq tunishdi. Guliston,
Əmir Nəvai, Divani Hafiz qatarlıq kitaplarga müfəssəl məna etiyolaydigan boldu. Abduqadirning zehni quvvatining o'tkirligiga Qashqardagi o'limalar qoyil bo'ldi. Uni endi ilmiy mantiqa va boshqa ilmlardan texmi cho'nqur ma'lumotga ega qilish uchun ata Buxoriyga yo'lga solmoqchimiz. Qani jamoat, uning ilmining texmi ziyoda bo'lishiga duo qilaylik. Jamoat tamma duoga qo'l ko'tarishdi. Hijriya 1271-yili, ya'ni milodiya 1854-55 yillari Atishning Mahshid yesidagi Abdulvaris ismli ma'rifatparvar kishining oilasida dunyoga kelgan Abduqodir balaliq davrini o'z yesida o'tkazdi. Madrasa maktablari bo'lmagan yurtni haqiqatan cho'ldarab qolgan yurt deyishga bo'ladi. Aksicha tuproqdan bir tal giyoh unmisimi, ammo ma'rifat o'choqlari jonlanib turadigan bo'lsa, bundaq yurtni oldirab cho'ldarab qolgan deyishga odamning tili bormaydi. Chunki har qanday yurt ilm bilanla haqiqiy obod bo'ladi. Qaraxoniylar xonlaridan tunji qatim islom dinini qabul qilgan Xoqon Sutuq Bug'roxon va uning ustozi Abu Nasr Samani dafn qilingan bu mashhur joyda tarixda o'tgan kishilar Sulton Sutuq Bug'roxon va Abu Nasr Samanining hurmati uchun qabrgoh yiniga masjid, madrasa, xoniqalarni bino qilgan edi. Bu yerdagi o'z vaqtida Mahmud Hekimbey va uning onasi Hamroh xonimlardek talant egillarini yetishtirgan Hazrat Sultoniya madrasasi kichik Abduqodirg'imi boshlang'ich savodga ega qiladigan tunji ma'rifat bo'shki bo'ldi. U 15 yoshga kirganda yurtdoshlarining o'zini Qashqarga qandoq duolar bilan uzitib qo'yganini Qashqarga kelgandan keyinmi faqat unutib qolmadi. Bu duolarning tegiga yo'shirilgan bahosiz istaklar Abduqodirning to'yg'un yuraklariga ro'shan edi. U Qashqar shahri O'rda ishkidagi oliy bilim yurti xonliq madrasasiga o'qishga keldi. Bu madrasada u ilgir kiyim bo'lib, shu chog'dagi Qashqarning danglik o'limalaridan Mo'kin raqamlik Yoqub Axun Damullam va Molla Islom Damullamda so'qilayotgan tamga azgaldan sunilgan layda qo'lga o'tib o'qidi. Qaynoq o'qish hayoti Qashqarning toza tinch bo'lmagan bir mezgilga to'g'ri kelgan Abduqodir Ching sulolasi hukmronlarining chekidan oshgan zulmi, haddi hisobsiz olg'in seliqlari xalq ommasini orqa-orqadan qo'zg'alan isyon ko'tarishga majbur qilganligini o'z ko'z bilan ko'rmay va o'z quloq bilan anglamay qolmadi. Ko'rgan va anglaganlarning hammasi uning qalbida g'azabli to'lqinlarni lang oqqizib turardi. Abduqodir ish og'ritgan xalqmi uncha bola beli bo'sh xalq emas edi. Shu yillarda kuchada ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari Rashidin Xo'ja hokimiyatini, Xotanda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari Habibulla Mufti Hoji hokimiyatini, Shimoliy Shinjongda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari Eli sultonligini, Urumchida ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari Xuyzu Tumun Axun hokimiyatini orqa-orqadan tiklagan va Ching sulolasi hukmronlarini Shinjongdagi hukmronligidan ayirib qo'ygan edi. Qashqardami umri ko'ta Qirg'iz Sidiq Beyning hokimiyati qurilgan edi. Bu hokimiyat ancha uzoq o'tmay Qo'qondan kelgan Buzruq xon to'rining, ondan Yoqub Beyning hokimiyatiga almashdi. Varaqlanayotgan kitobdek bundaq tez-tez hokimiyat almashishlar xelidan xeliga yangi urush, yangi nizo va janjallarni to'xtovsiz paydo qilib turadi. Ana shundaq tirkish to'xtamaydigan ansiz yillarda tug'ilib qolgan Abduqodir atrofidagi ma'lumotchiliklarni pisandigimi olmay, ilm o'rganishga bajondir kirishib ketdi. Abduqodir faqat ilmningla zamonning tikishini to'xtatadigan ulug' kuch ekanligiga xuddi Allohga ishongandek ishonadi.
Gerçi ishki urush, nizo janjallari quloq tuyida paydo qilgan ansizchiliklar hozirgacha ilmdan boshqa narsani do'st tutmay kelgan. Ilmdan iborat bu go'zal janonning ishtiyoqida oshiqlik qismatiga duchor bo'lgan Abduqodirning bilim elish qizg'inligiga sovuq suv sepish u yoqda tursin. Aksicha, o'tga yog' chashqandek uni hassilab kuchaytirib boradi. Bu ay bu kunlarda ilm savdosiga aylangan Abduqodir qancha kuchab urilgan siri shuncha egizga qonqib, sandalga texni besim bilan qayta uriladigan bozg'in qila o'xshab qolgan edi. Ilmga bo'lgan ishtihosi kunsir yo'g'nab ketayotgan Abduqodir Qashqarda egilgan bilimlar bilan qandoqmi qanoat his qilsin. Hozir uning uchun aytganda yerim yo'lda to'xtatib qo'yish, qon bilan kirgan qo'yni o'zgartishdimi qiyin bir ishga aylanib qolgan edi. Shunga u ilmga bo'lgan qondirib bo'lg'isiz ishtihosini pastgo'yga tushirish istikida tarixda islom dinining quvvati deb shuhrat topgan Buxoro shahriga safar qildi. Anglayotganinglar, beni qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Xonga yaragan beshim tozga yaramabdi. 1900-yilning boshlaridagi qorlar erib, Eriqda agizlar amdir eqishga boshlagan kunlarning birida namoz bomdoddan keyin Buxorodagi Ko'ktosh madrasasiga qaytib kelgan bir to'p taliblar odati bo'yicha Abduqodir Damullani cho'rdab qizg'in bas munozaraga tushib ketgan edi. Usuli jadid harom degichilar asrlardan beri takrorlanib juluq chiqib ketgan atalmish hoshiya xonlik usubining johil varislari, dedi Abduqodir Damulla keskin talaffuzda. Burunqi tafsir kitoblarida berilgan hoshiyalarning ko'p qismi shariat ilmi ko'zlagan haqiqatlardan bir oz chetlanib ketgan. Uning ustiga ko'plagan qorilar hoshiyalarni o'lik holda yodlab olib, muborak Qur'on Karimga qalaymaqon ma'no beradigan, hatto hoshiyalarni oyatlarning o'rniga dastadigan g'oliblarga yo'l qo'yib Biz Qur'on Karimni tafsir qilganda yanala oyatlarning asli ma'nosini chiqish qilib, ishonchli tafsirlardan foydalanib ma'no aytishimiz kerakki, hargiz hoshiyalarga qorg'ulash esilib olmasligimiz lozim. Usuli jadidni yo'lga qo'yganda oldi bilan o'qish tuzumini va darslik kitoblarini keskin isloh qilmay bo'lmaydi. Ko'n usulning vaqti o'tgan taraflarini buzib tashlab, hur va ozod fikr egillarini dars munbiriga chiqarishimiz lozim. Bizning taraqqiyotda orqada qilishimizni kitib sabab ko'nliqqa qanadek mahkam choplashib berib, yangilikqa intilmay, shukr qanoat bilan kun o'tkazayotganligimizda xalqning safosining qandoq bo'lishi oldi bilan ma'orifga bog'liq. Ma'orif taraqqiy qiladigan u holda xalqning ruhiy dunyosini chirmab olgan qaloqlik, nodonlik, xurofotlikqa o'xshash ma'naviy illatlarni supurib tashlab, ilm-fanning taraqqiyotiga yo'l ochqili, xalqning fan madaniyat saviyasini o'stirib, dunyodagi ilg'or xalqlarning qatoriga o'tkili bo'ladi. Abduqodir Damullam Buxorodan ayrilish oldida turibdi. Shunga Buxorodagi olim o'limalar orqa-orqadan suhbatlarni uyushtirib, Damullam bilan kech-kunduz munozara qilishadi. Munozara asosan usuli jadid ustida boradi. Buxoro o'limalarining ko'p qismi degidek usuli jadid harom, uni o'qish dahriylik deb qaraydi. Ular o'zining ota-bobosini arablarga bog'lab tushuntirib, o'z xalqining yerginish darajasiga berib ketgan edi. Shundaq suhbatlarning birida Damullam ular bilan tutishib qoldi. Ilm yuzidan elib aytganda, Buxoroning sharif bo'lishi ushbu bemaza hoshiya o'qiganlikdanmi? Ko'kil tosh, mir arab, havzi divan begi degandek hashamatlik madras binolarining bo'lganligidanmi? Yoki islom olimlari muxoliflarning qilgan hujum zarbalari dashtidan beiloj istiqbol va oxirat endisidan voz kechib, g'aflat va bekorchilik bilan zoya bo'lib ketayotganligidan iboratmi? Yo'q, hargiz undaq emas. Janobi Haq butun islom olimining o'lim og'irig'a, bo'libmi Buxoro damullilariga insof bersin.
Ular barğansıra g'aflat uyqusi tuxlab, xalq oldida ado qilishga tegishli burchini unutib qelyapti. Bu to'lim qo'rqinchli ish. Payg'ambarimiz hadislarining birida ummatlarim ichida ikki xil kishi bor. Agar ular yaxshi bo'lsa, kishilarni yaxshi bo'ladi. Agar ular buzilsa, kishilarning buziladi. Ular yurt kattalari va olimlardir deb aytgan emasmi? Abduqodir Damollam Buxoroga berib daslibida Abdul Azizxon madrasaga o'qishga kiradi. Bu jarayonda Qur'on, hadis, ilmiy tajvid, aqoid qatorliq islom ta'limotlaridan boshqa adabiyot, tarix, jug'rofiya, ilmiy mantiq, hatto hisob darslaridan o'rganmaganlar qolmaydi. U madrasani eng munavvar talib bo'lib bitirdi. Ana tilidan boshqa arab, faris, ordu tillarini puxta egilab, o'z ana tili bo'lmaganiga qaramay, bu tillardimi ulardan qilishmaydigan katta zuvandarlardan bo'lib qolgan edi. Xo'ja Hafiz, Shayx Saidi, So'pi Alloyar, Xo'ja Ahmad Yasavi, Huvayda, Fuzuli, Navoiy mashrablarning asarlarini qayta o'qib, choy shomisini shomi qilib tashlab o'tgan edi. Bu kitoblardan uningga choy sifatida adabiyotga bo'lgan o'tdek havas eshib qoldi. Faylasuflarcha fikr bo'lmagan adabiyotning holiga voy. Quruq tag'ar o'ri turmagandek, quruq hissiyot bilanmi adabiyot binosi o'ri turmaydi albatta. Shunga Abduqodir Damollam Farabi, Abu Ali ibn Sina'nın əsərləri arqılıq Yunan fəlsəfəsi bilən pişik tonuşub, təfəkkür sahib qıranıqı aylanıb toxtaydı. Abduqodir Damollam o'qishni ana shu taqlidda zo'r ilmiy va ijodiy utuqlar bilan tamomlagandan keyin uning Buxoro va uning atrofidagi shaharlarda gurrida bozor chiqib ketdi. Shuning bilan ona yurti Qashqarga qaytishga oldirab, iztirab chekayotganiga qaramay, Samarqand, Ufa qatorliq shaharlarda bir mezgil mudarrislik qilib turib qoladi. Abduqodir Damollam bu shaharlarda mudarrislik qilish bilan bo'ldi qilingan. U mudarrislik qilish jarayonida vaqtni xuddi namozxonalari ko'p masjidning tarat suyini oyoq ishlatgandek tejab ishlatib, darslik ehtiyojini ko'zda tutib, aqoid zururiya, ibodat islomiya qatorliq darsliklarni tuzib, Qashqarlik Ömer Bayning iqtisodiy yordami bilan Ufada nashr qildirdi. Quruq kitobi olimlikni ojizlikdan beshorat deb qaraydigan Abduqodir Damollam vatanga qaytishdan ilgari kallasidagi talay chigi savollarga turmushning naq o'zidan javob topishni ko'zlab Toshkent, Xo'jan, Qozon, İstanbul qatorliq joylarda sayohatda bo'ladi. Abduqodir Damollam ayrılğanıga 17 yıl bo'lgan va to'la seg'inib ko'zdan uchib ketgan Qashqarga 1970-yili qaytib keladi. U Qashqarga naq amdili bixlinib, kundan kunga baraqsan bo'layotgan yangi fanniy ma'arif bilan diniy aqidani mazmun qilgan yakka o'qitish tizimidagi feodallik koni ma'arif o'zaro tirkishayotgan vaziyatning ustiga tushib kelgan edi. O'rta Osiyo va Turkiya qatorliq joylardagi yangi ma'arif muhitiga mahliya bo'lib, ko'zi qiyolmay qaytgan Abduqodir Damollamning yangi fanniy ma'arifning tashabbuschilari bo'lgan Akufku Musabayevlar tarafda turishiga gap ketmaydi. Qrim tatarlarining ma'rifatparvar mutafakkiri Ismoil G'azpradi Rossiyadagi Nadan va Qoshshoq turk xalqi jamiyatini isloh qilib, Rossiyadagi tatarlarning o'rnini yuqori ko'tarish va ularni o'z huquqlariga erishtirishni ko'zlab, o'z yurti Bag'chisarayda zamonaviy maktab ochqili ekan. 1884-yili Bag'chisaraydagi bu tunji zamonaviy maktab qurilib, bir yildan keyin otishdimu ma'rifatparvar Musabayevlar jamiyati tabbasturib zamonaviy Husayna maktabini qurgan edi. Bu maktablarda usuli jadid deb ataladigan yangi ma'arif usuli yo'lga qo'yilgan edi. Keyingi chog'larda
bu usulni himoya qilguvchilar islohotchilik harakatini qo'zg'ab, bu harakatni O'rta Osiyo rayonida emas, balki Osmanlı Türk imperiyasigacha kengaytib, o'rtaq turk tilini qo'llanishni tashabbus qildi. Rossiyaga qo'shni bo'lgan Qashqar, G'o'lchi qatorliq asosliq shaharlardami yangicha o'qitish usuli orqa-arqadan yo'lga qo'yilishga boshlaydi. Markaziy hukumatning Qashqar qatorliq joylarga qaratgan siyosatining o'zgarishiga ergishib, yer ijorasi yig'ish boshlang'achqa keng ko'lamda yerga egidorchilik qilib kelayotgan ko'nibaglar qatlami xarob tushadi. 1881 yili imzolangan Sankt-Peterburg shartnomasida Şinjandagi boj to'lamaslik huquqiga erishgan Char Rossiya savdogarlari Qashqar qatorliq joylarga turkumlab besib kirib, yerlikning savdosiga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Bu ahvol maxsus savdo sanoat bilan shug'ullanadigan boy laqamlik milliy burjuaziyaning shakllanishini tezlatdi. Akufku Husayn Bay, Baudun Bay xalqaro savdo bilan shug'ullanib, Şinjanda emas, balki Almuta, Beshak, Toshkent, Anjan, Moskva qatorliq joylarda sho'b vakolatxona ochdi. Ularning dadisi Musabayning nomida Musabaylar jamiyati deb danqi olamga purgitdi. Ular savdo faoliyati bilan qolmay, Fransiya, Germaniya, Angliyalardan texnik xodimlarni taklif qilib, turli zavodlarni qurgan edi. 1909 yili G'o'jida qurilgan Ko'nxurum zavodi Germaniyadan kirgizilgan to'q bilan harakatlanadigan nemis texnik va yuzlagan yerlik ishchi ishlaydigan zamonaviy zavod edi. Yangi ma'arif yo'lga qo'yilishdan ilgari Şinjanda madras ma'arifi keng umumlashgan edi. Madraslardagi bir sinfga har xil yoshdagi bilim saviyasi har xil o'quvchilar yig'ilgan bo'lib, bir o'qituvchi ayrim holda o'qish sur'atiga qarab saboq berish usulini qo'llang'ashqa, o'milab qirdan osholmaydigan qatmal holatga tushib qolgan edi. Yana kelib, o'qitish mazmuni jihatda Qur'on Karim va arabcha, farscha asarlarni yodlatish asos qiling'ashqa, o'quvchilar asosan xat yoza olmaydi. Şuna o kunlarda Şinjanlik taliblar arasida Zanjani kitap kunduzimizni kech qildi. 6 aylan edi. 7-limizni g'ach qildi degan madrasadagi mollamlarni masxira qiladigan hajviy qo'shiq keng tarqalgan edi. Çin hukumati Şinjan o'lkasini ta'sis qilgandan xususiy maktablarni ochgan. Keyincha bu maktablar Xanzu tili o'qitish orqali hukumat xizmatini ishlaydigan kishilarni tarbiyalashni maqsad qiladigan sho'tanlarga o'zgartirilgan edi. Qing sulolasining oxirgi davrlariga kelganda Şinjan bo'yicha bundaq sho'tandan 500 nechisi echilgan bo'lib, 1500 dan ortiq bola o'qigan edi. Jumladan Qashqar Ko'ni shahar noyisida bundaq maktabdan 16 echilgan edi. 1894-yildan boshlab din tarqatquchilar doktorxona, basmaxona bilan birga yana maktablarni ochgan edi. Ular maktabga yig'ib olgan yerlik musulmon, yetim yesir, nomrod bolalarni kiyim-kechak, yemak-ichmak bilan ta'minlab, Injil o'qish, munojat aytishdek Yevropaliklarning musulmonlarga qaratgan ma'arifini yurgizgan edi. Yangicha ma'arif bo'lsa, buning aksicha o'qish, yezish mashqi, islom asosiy bilimlariga hisob, tabiiy fan, tarix, jug'rofiya, rus tili, xanzu tili qatorliq asosliq tarbiya darslarini qo'shib kirgizish, ana tildagi kitob materiallarini ishlatish alohidaligiga ega edi. Xalqarалық savdo, zamonaviy zavod boshqarish bilan shug'ullanadigan Musabay jamiyatidagi korxonachilar va taraqqiyotparvar diniy zotlar yangicha ma'arifning yezilardagi qaloqliqning manbasi deb qaralayotgan madrasalarga qaraganda ko'p afzal ekanligini, milliy ma'arif iddiasiga ega ekanligini to'nib ketgan edi.
Qashqarliklar din tarqatquchilar maktabi yig'ib olgan musulmon bolalarining xristiyanlashib ketish xavfi bor deb qarashmoqda edi. Shunga ular nazarda yangicha ma'arif bundaq masalalarni hal qilishdagi unumli tadbir bo'lib qolgan edi. 1909-yili Musabay jamiyati G'o'ljida ochgan maktablarida o'qitayotgan 27 nafar boladan imtihon oladi. Tatar muallimasi Sara xonim ularni yaxshi tarbiyalab, Qur'on Karimdan boshqa har xil hunarlarni, hisob, coğrafiya darslarini o'rgatgan edi. O'g'illar maktabida tanilgan Darul Shafqatda chet ellarda o'qib kelgan o'qituvchilar İstanbul, Toshkent qatorliq joylardagi maktablarning programmalari bo'yicha o'qitish olib borgan hamda rus tili va xanzu tili o'rgatgan edi. Garchi bular o'qitadigan darslarning doirasi tor, tijorat va zavodga kerakli bilimlar ko'proq bo'lsa-mu, o'z jamiyatining savdo sanoat ishlari bilan shug'ullanadigan munavvar emgakchilarni tarbiyalashni maqsad qilgan Musabay jamiyatiga ortiqcha ayib artqili bo'lmaydi. Bu chaqlarda ustun otishdimi Musabay jamiyatidan Husayn Bay xayri ehson birlashmasi ta'sis qilib, maktab va kutubxona quramiz. Chet elga chiqib o'qiydiganlarga mablag' yordam qilamiz deb e'lon chiqargan edi. Ularning ta'siri ustun otish tavasida emas, butkul Qashqardan kuchli edi. G'o'ljida Musabaylardan boshqa Rusiyalik tatarlar, yerlik Uyg'urlardan bir qanchasi yangicha maktab va qiroatxonalarni ochib, Uyg'ur tilida gazet jurnal chiqarib, G'o'ljida ma'rifatparvarlik kayfiyatini avj oldirgan bo'lsa-mu, lekin buni Qashqarni markaz qilgan mutassiblik selishtirganda Qashqar taraf yanada kuchli edi. Abduqodir Damullam Qashqarga kelibla mana mushundaq kuch selishtirmasi jihatdan mutlaq ustunlikni egallab turgan mutassiblarning qattiq besimiga duch kelgan edi. Bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas. Uyg'onish va sagaklik zamoni. Jahillik va nodonlik davri emas. İlim ma'rifat davri. Susluq va bekorlik vaqti emas. Tirishish va g'ayrat qilish vaqti. Boshqa xalqlar ilm ma'rifat soyasida havoda uchib parvoz qilayotganda suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin o'zishivassa, yana g'aflat uyqusiga yetib, koni maktablarning real amaliyotdan ayrilgan, xalqning amaliy ehtiyojiga, davrning talbiga qilchi moslashmaydigan dogma ta'lim-tarbiya usuliga, butunlay arab faris tilidagi diniy kitoblarni darslik qilgan o'qitish mazmuniga, o'quvchilarning yosh alohidaligi va bilim iqtidori bilan hisoblashmasdan tushunmasimi kitobni qoriqlarcha yodlatib, qoriqlarcha takrorlatadigan o'qitish usuliga, muayyan muddati bo'lmaydigan o'qitish tizimiga zodili yepishib olishga bo'lmaydi deb qaraydigan Abduqodir Damullah aql parastini Qashqarning hozirgi ma'arif va ijtimoiy muhitiga jonliq tatbiqlab, kitob yutib olgan eshakka aylanib qolgan Qashqardagi talay kitobiy olimlarning ko'zlarini olib-chekman qilib etdi. U garchi o'qitish usuli, o'qitish mazmuni, o'qitish materiali qatorliq jihatlarda bir yurish islohotlarini elib berib, uni ma'arifning hozirgi yuzlanishi va ehtiyojiga uyg'unlashtirgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur ma'arifining ijtimoiy an'anasiga ijodiy varislik qilishni hargiz unutib qolmadi. Shunga uning ma'arif islohoti xalqqa o'gay bo'lib qolmay, ularning xuddi o'z bolasida qizg'in qarshi elishiga erishdi. U madrasa va masjidlarda kechgacha quruq vazxonlik qilib o'tirmay, orqa-orqadan sarf nahvi, ya'ni morfologiya va sintaksiz, tashilil hisob, ya'ni hisob ilmi, coğrafiya ilmi, aqoid javhariga,
ya'ni negizlik aqidalar. Mutali'a hidoyat, ya'ni boshlamchi o'qishliq. Bidayat tusarib, ya'ni lehsidin dastlabki asos. Hidoyati nahvi, ta'limi sabiyan, ya'ni güdeklarga tarbiya. Fasayiful atfal, ya'ni o'smirlarga nasihat qatorliq o'qitish mazmuni, o'qitish usuli, bolalar tarbiyasiga oid fanniy maktablarmi, diniy maktablarmi o'xshashli qo'llansa bo'ladigan ommabop darsliklarni tuzib chiqadi. Abduqodir Damullaning ta'liga yangi sarliq Nur Hoji degan ma'rifatparvar kishi 1910-yili Bavudun Bayning iqtisodiy yordami bilan Matba'i Xurshid Matba'i Nur, ya'ni Quyosh matbaasi, Nur matbaasi nomli tosh matbaa qurgan edi. Abduqodir Damullam yangicha ma'arif ideyasi bilan sug'urilgan darsliklarini u yoqdan tuzib, bu yoqdan Nur Hojining tosh matbaasida nashr qildirib, madarislarga haqsiz tarqatib berdi. Yangicha ma'arifni qo'llaydigan Qashqar mudarrislari ko'nicha ma'arif bilan elishadigan kuchli qurolga ega bo'lgani uchun Abduqodir Damullamga qancha rahmat etsa arziydiganligini his qilishmoqda edi. Abduqodir Damullam darslik tuziman deb boshqa ishlarni tashlab qo'ymadi. U o'zimi mudarrislarga boshlamchi bo'lib, dastlabida G'o'ja cho'ngning qumliqidagi o'zbeklar ochgan madarisga, ondan keyin Qashqar shahar Yorbog' ko'cha boshqarmasiga qarashliq Bashiriq mahallasidagi Laypashtoq madarasiga berib mudarrislik qildi. U o'zi tuzgan bir yurish darsliklarini o'qitish amaliyoti jarayonida sinab qilib, amaliyotning siniqidan o'tkazgandan keyin ondan kech-kechalab uxlamay, mukchib o'tirib, boshning qiytiqini chiqirib tartadigan jafosiga rozi bo'ldi. Abduqodir Damullamning din bilan fan birlashtirilgan yangi tipdagi ommabop o'qitish usuli, qatmal ko'n o'qitish tizimidan zerikib, tit bo'lib turgan o'quvchilarning oshgan yeriga toza borgan edi. 30 tishdan chiqqan gap 30 elga tarabdi degandek, uzoq o'tmay Abduqodir Damullaning shuhrati yiroq yaqinga tarashqa boshladi. Shuning bilan birga bir qism johil mollalar, mutassib sufi eshonlar, xalifalarning uning shuhratiga hasad qilib va uni jadidlikda, dahriylikda ayblab tarqatgan ig'volarmi dambas qadamda yeyilib boradi. Tatliq uzunning putqutula, yaxshi ishning chatqitula degandek, johil, xurafi, nodon mollalar tarqatgan bu mug'ur ig'volar Abduqodir Damullam va uningga ergashgan bir to'p taraqqiyotparvar zotlarga qora ko'langa tashladi. Bundaq ko'langilar paydo qilgan buruqturum havodan demiz qilgan Abduqodir Damullam hajga berishni bahona qilib, yana bir qatim mangu ayrılg'usi yo'q vatandan ayrilishga majbur bo'lib, safar tayyorligiga jiddiy tutindi. Agar u Buxoro va Samarqandlardan kelib, diniy islohotni va jaddidizmni tashviq qilmagan bo'lsa, uningga mushkuli yo'q edi. Abduqodir Damullam Qashqardagi uyida o'zini uzatqili kelgan Qutlug' Shavqiy qatorliq ishkuyar yoralari bilan ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Usuli jadid harom. Uni o'quvchi dahiydigicha mutlaq ko'p sondagi dindorlarning og'zini tuvoqlash ancha o'ng'ay emas. Bu qitimqi hijratda mushaqt ko'prak boshqa turg'aysan bolam, dedi uni uzatqili kelgan Shayxul Ulamo Islom Damulla. Bu qitim agar bu haqda obro'li islom ulamolaridan lillah fatvo ololmasam, bu vatan menga harom bo'lsin. Xalqni rivoj topqizish uchun ishni oldi bilan ma'arifdan boshlamay bo'lmaydi. Qur'on Karimda har qanday qavm oldi bilan o'z ahvolini o'zgartmaguncha Tangri ularning ahvolini o'zgartmaydi deyilgan. Yelkamdagi yuk eg'ir, neni davollar meni saqlab turmoqda. Biroq elni bolduroq jaholatdan qutuldirish uchun har qanday egiz davom bo'lsa-mu, putimni ot, qo'limni qonchi qilib chopqayman. Gezi kelsa, jonni pido qilishga tayyorman.
Shu kuni Abduqodir Damulla og'ir azob ichida Qashqar bilan xo'shlashib, Atush qarab yurib ketdi. Atushdagi ota-ona va urug' tuqqanlari uni ko'z yosh ichida qo'rqinchli yo'lga solib qo'ydi. Abduqodir Damulla bu qitim Qashqardan butunlay amalsiz qolgan ahvolda ayrilishga majbur bo'lgan edi. Chunki ishon mollalar Damullamga suiqasd qilmoqchi bo'lishgan va Damullam buningdan xabar topib qolgan edi. Agar Qashqardan vaqtincha ayrilib turmasa, hayotidan ayrilib qolish xavfi bor edi. Abduqodir Damullam yo'l bo'yi islom ellarida yuz berayotgan ajoyib yangiliklardan o'z istikini ro'yobga chiqaradigan yo'lchiqlarni izlab, uzoqdan uzoq xiyollarga g'arq bo'ladi. Asr-asrlab tushkunlik patqiga boshchilab patgan Xinjiang xalqi qachon o'z qaddini rostashga muvaffaq bo'lar? İqtisodiy qoqshanlik, siyosiy muqimsizlik va ruhiy mahkumlikdan kelib chiqqan diniy tarafvozlik va tabriqchilik illatlari biz xalqqa it yilidek eshik yiligicha udum bo'lib ketaveradi. Navoiy davridan keyin bizda nimishqa portlash xarakterli fikr inqilobi yuz bermaydi. Mahkumlikdan iborat og'ir qismatga duchor bo'lgan Xinjiangdan endi keyingi avlodlarga yana qandoq baxtsizliklar eshib qolar ha? Din asabiylik va arablarga qoriqlarcha cho'qinish xohishi yana qachongacha bizning shillimizga ruduboydek minib elib baxtimizni qora qilib o'tar ha? Hozir ilm ma'rifat ishlari tugishib ketdi. Bu yerda biror kutubxona tepish quduqning ichidan yingni izlagan bilan barobar. Hozir Xinjiangda emas, balki butkul musulmonlar dunyosi zaiflashmoqda. Butkul musulmon sharqi tushkunlashmoqda. Musulmon sharqi agar islom ruhi ojizlashmasa va asli mohiyatidan chetnab ketmasa, g'arbning tahdidiga uchraganligila bundoq zaiflashib ketamdi. Damullam ana shundoq ochiq xiyollar bilan qo'rqinchga yetib keladi. Damullam qo'rqinchga yetib kelgandan keyin o'limalar uningga katta e'tibor ko'rsatdi. Uning sharaf uchun maxsus kechilik suhbatlarni uyushtirib, uni chet elda o'rganganlarini so'zlab berishga taklif qiladi. Ilm ishqida yurgan nurg'unlagan kishilar uning darsini anglash, tushunmagan ba'zi masalalarni so'rab olish uchun yiroq-yiroq yerlardan kelib, Abduqodir Damullamdan iborat bu chiroqqa xuddi parvonadek o'zini urdi. Abduqodir Damullam ozroqli orsolda bo'lsa, yana yeziqchilikqa kirishib ketdi. Mana qo'rqinchga kelib uzoq o'tmayli boshlagan Haqiqat javharlari nomli she'riy asrimi talay uyqusiz kechalarning yordami sifatida oxiri bitib chiqadi. 1918-yildan boshlab Abduqodir Damullamning o'zi Qashqarda yo'lga qo'yib, amalsiz tapni halol qilib tashlab qo'yishga majbur bo'lgan yangi ma'arif harakati haqida atoqli islom o'limalaridan fatvo elish maqsadida bormagan Toshkent, Shamay, Ufa, Qozon, Ural, Turkiyalar qolmadi. U joylardagi o'limalar Abduqodir Damullamga u kutgan lilla fatvoni bergili unmadi. Uninggan taqdirdimi islom dinining obridigohlaridan bo'lgan Makka o'limalarining fatvosiga nima yetdi? Yani kelib Makkadan boshqa joylardagi kattalarning fatvosi bilan sesiq gap qilib, pilni o'sirtadigan qashqarlik zuvondarlar raqiblarining og'zini tuvoqlash shundoq o'ng'ay ishmi? Abduqodir Damullam oxir Makkaga qarab atsaladi. Makkadagi o'limalardan fatvo elishmi undoq osonga tushmaydi. Shunga u gap so'zda ta'rif sunib ketishdan bakrak ehtiyot qilib ko'ngan dangdor o'limalarni tekrar suhbat o'tkazib qoyil qilib yumishtish uchun Saudiya Arabistonda bir mezgil turib qilishga majbur bo'ladi. Biroq uning tekrar suhbatlashishlardan hech qanday natija chiqmaydi. Shunga u amalsiz Misrdagi o'limalar orqali ularga ta'sir ko'rsatishni
birdan-bir usul qilib tanlab oladi. Abduqodir Damollam Misrdagi o'limalar bilan keng ko'lamda uchrashadi. Abduqodir Damollam bu qatimqi safarida garchi ta hozirgacha o'zining yangi ma'arif harakatiga halol, durust fatvo elish maqsadiga yetolmayotgan bo'lsa-mu, lekin borgan yerida shu yerning olim o'limalari bilan qizg'in bas munozara qilishib, chang chiqirib mang'ashqa O'rta Osiyodagi atoqli olimlar qatoridan o'rin olib, zo'r shuhratga ega bo'ladi. Danqi o'zidan burun yetib kelgan Misrda u olim o'limalarning o'ziga kutganidan ustunroq irtibot ko'rsatishlariga muyassar bo'ladi. Abduqodir Damollam Misrda ilmiy suhbatda bo'lgan Tatar xalqining buyuk tarixi olimi Zokir Qodiriy Abduqodir Damollam bilan elib borgan suhbatdan keyin yaqinlariga uni ta'riflab, Abduqodir Damollam islom dunyosida oz tepiladigan mutafakkur va islohotchi, kurashchan buyuk olim deydi. Biroq bu gaplarni Zokir Qodirning yaqinlari anglagan bilan Abduqodir Damollamning o'zi anglamadi. U anglagan bo'lsa-mu, bu gapga ancha xush bo'lib ketmaydi. Chunki uningga o'zining danqidan ko'ra vatandoshlarining jaholatdan uyg'onishi bakrak muhim edi. Misr o'limalari bilan ilmiy suhbatda bo'lish jarayonida o'z xalqining ilm ma'rifatda haqiqatan orqada qolganligini, buning asosli sababi hukmron doiralarining xalq ommasini mangu qulluqda, nodonlikda tutish siyosatidan bo'layotganligini, agar vatandoshlari yanada hech yerni ko'rmay, hech narsani tushunmay, dunyodan bexabar yashayversa, qulluq, jaholat, nodonlikdan abadiy qutulolmaydiganligini texmi cho'nqur his qilgan Abduqodir Damollamning bu oy bu kunlarda parishonligi aslab eshib bormoqda edi. Butkul xalqning fan madaniyat saviyasini yuqori ko'tarishni, millatlarning haqiqiy barobarligini ishga oshirishni, millatlarning ittifoqligini kuchaytirib, bir niyat bir maqsadda o'yisha oladigan qilishini o'zining birdan-bir shuari va kurash nishoni qilgan Abduqodir Damollamga vatandoshlari kutgan usuli jadid haqidagi durust fatvoga erishmay turib xushallik harom edi. Anglayotganinglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 20-asrdagi Qutat Xubilik. Belqut xazinasi. O'rta G'arbiy Osiyo va Arab ellariga to'nilgan xalqparvar olim, talantli shoir Abduqodir Damollamning yozgan she'rlari, dostonlari, teran, ma'nilik ruboiyalari o'zining fasohat va balog'atdagi ustunligi bilan O'rta Osiyo xalqining emas, balki Arab dunyosidagi ilm ahlilarining diqqat e'tiborini o'ziga tortib, ularning so'yib o'qishiga muyassar bo'lmoqda edi. Onun asarlari orqa-orqadan Qozondagi millat matbaasida, Toshkentdagi G'ulamiya matbaalarida besilib, keng turda tarqatilyotdi. Asarlarining bu qadar zo'r olqishga erishishiga asosligi ilgari Qashqarda yezib chiqqan mashhur didaktik asri Muftahil adab sababchi bo'lgan edi. Abdurning arab adabiyotida ifodalangan arab tilining eng inchika, eng nozik, eng fasohatli taraflarini arab tili o'rganuvchilariga bildirish orqali ularning arab til adabiyoti saviyasini o'stirish maqsadida yozgan darslik kitoblarining biri bo'lgan Muftahil adabni Abduqodir Damollam milodiya 1910-1911 yillari Qashqarda yezib tamomlagan edi. Kitob u yoqdan yezilibla bu yoqdan Toshkent G'ulamiya matbaasida Sirajiddin Maxtumning xirojati va shu saxovatlik zotning o'z qo'li bilan ko'chirish orqasida Tosh matbaada besilib chiqqan edi. Abdur kitobni yezishdagi muddo maqsadi ustida to'xtalib mundaq deydi. Maqsadlarning muhimi, orzularining ulug'i bo'lsa, ibodatga haqliq bo'lgan Alloh taoloni va uning sifatlarini, islomning ahkom prinsiplarini, amr farmon va
hükümlerini Cenab-ı Hak'ның ta'limiga muvofiq qilish va tasdiq qilmoqlikdir. Bundaq bilish va tasdiq qilmoqlikni Qur'on Karim va hadis taklif qiladi. Lekin Qur'on oyatlari va Rasulullohning hadislarini bilish oldi bilan arab tilini va uning latif, inchik uslubini bilishga bog'liqdir. Arab tilining eng inchik balog'ati arablarning hikmat, boturlik, axloq, nasihat va latifalarni o'z ichiga olgan fasohatlik va balog'atlik adabiyotida ko'riladi. Qozi Bayzoviy Hazrat Umarning so'zini she'rga keltirib, arablarning she'rlari arab tilida tushgan Qur'onni tafsir qilishda birdan-bir asosliq manba hisoblanadiganligini ta'kidlaydi. Ilgari olimlar arab tilini osonlashtirish uchun arab she'riyatidan arab tilining uslubini tadqiq qilib yakunlagan hamda bu yakun orqali ahlini Allohning kitobi va Rasulullohning hadislarini bilishga dalolat qilgan. Afsuski, hasrat ustiga hasrat. Zamonimizdagi mushu diyorda ilm tahsil qilguvchilar arab she'riyatining balog'atiga va adabiy uslubiga qaramay, shundaqla oliy bilim hosil qilish fikrida bo'lmay, bugungi kunda islom olimlarining kemiyib ketishidek, musulmonlarning tushkunlashishi va xaroblashishidek yomon ahvollarni keltirib chiqardi. O'quvchilarni barliq ilmlardan mahrum qildi. Agar madrasalarimizdagi o'qitish ash qaloq usul bilan ketaveradigan bo'lsa, u chaqda islom olimlarining ustiga yuklangan shariat ahkom prinsiplarini xalqqa yetkazish va Alloh taolaning so'zini ustunlikka ega qilish, musulmonlarning ahvolini yaxshilashdek vazifani qachon vujudga chiqarg'ili bo'lar? Shariat ahkom ishlarini jahil, nodonlarning qo'lidan qachon qutuldirib olg'ili bo'lar? Ularning foydali so'zni ziyonliq deb, to'g'ri so'zni yolg'on deb hisoblayotsa, u holda o'zining ishonchini, iqtidorli kishilarni echinishli holda yo'qotgan bu xalqning ahvolini isloh qilish va o'zgartirishdan qanday umid kutgili bo'lsin? Iqtidorli kishilarning diniy hissiyotimiz bo'yicha oliy himmat ko'rsatib, o'quvchilarni balki umumiy ahli jamoatni yaxshi peshvolarning ishni izlariga yetaklab, manfaatli ilm va ilmiy ma'orifni qo'lga keltirishga tashabbuskor bo'lishlarini umid qilaman. Bu kitobni nashriga tayyorlagan ma'rifatparvar zot Sirojiddin Maxdum kitobning qimmati va ahamiyati haqida so'z jihatdagi fasohat va balog'ati Firdavsning hurlarida go'zal, latofatlik, mazmuni jannatdagi salsabil degan buloqdami cho'nqur va suzuk, teksti uningdan ajoyib deb yozsa, Toshkentning shu zamondagi fozil ulamosi, mashhur adiblardan biri Murod G'o'ji Eshon Toshkentda tahriz yozib, xushxabar, adiblarga xushxabar, arab adabiyotining oshquchi besilib chiqadigan bo'ldi. Bu kitobni atoqliq yozuvchilarmi oltin hal berib yozib olsa, ortiqlik qilmaydi. Vah, ajaba, bu kitobning ma'no jihatdagi balog'ati Firdavsning hurlaridami go'zal va latofatlik. Uning teksti Kavsardami tatliq. Bu kitob ma'no, bayon va badiiylik jihatlarda ko'ngilni ochadigan ozoda, jilvili kiyimlar bilan bezalgandir. Bu kitobning fikr ma'nolari oddiy hayotdir. Ilmiy quvvatda oltin buloqdir. Kimiki fazilatda, adab kamolatda, hikmatlardan oliy martaba tepishni xolasa, ammo bu maqbul kitobni chim tut degan. Shuning bilan u kishi ashu fazilat orqali oliy martaba topqay. Bu kitob Nil daryosining suyidek do'stlarga shirin, dushmanga zahar tetiydi. Saviyasi tuvan kishilar ochiqda har narsalarni deysimu, ammo to'shaq olimlar oprin demay qo'ymaydi deb yozadi. Abdur o'z kitobiga arab adabiyotidagi ilm, hikmat, qahramonlik, iftixorlik, ishchimlik to'g'risidagi, shuningdek tarixiy voqealar haqidagi qasida, marsiya, g'azallarni tanlab kirgizgan edi. Olim bularni musulmon allariga mashhur bo'lgan 100 ga yaqin arab, Paris, turk va uyg'ur shoirlarining she'rlaridan tanlab olgan edi. Buning ichida mashhur uyg'ur shoiri Tajallining
164 misra, özünün 148 misra, Sirajiddin Maxdumning 8 misra, Murod Xo'ja Eshon Toshkentning 22 misra she'ri bor edi. Uningdan tashqari Layli Majnun dostonidan parchalar bor edi. Kitobda insonning mohiyati nima? İnsanның qadr-qimmati nima bilan o'lchanadi? İnsonda qanday axloqiy fazilatlar bo'lishi lozim? İnson kishilik turmushni qanday o'tkazish kerak? Deganga o'xshash masalalarni cho'rdigan holda avtor o'zining aql, bilim, baxt, go'zallik, boturlik, qahramonlik, hokimiyat, vatan, millat, insonparvarlik, adolat, hurlik haqidagi qarashlarini vositalik holda o'tirib qo'ygan edi. İnsoniy fazilatlardan inoqlik, ittifoqlik, yaxshilik, xayr-saxovat, kamso'zlik, o'zini tutish, o'zini bilish, boshqalarga baho berish, boshqalarni tushunishga o'xshash esil xislatlarni qizg'in madhiyalab, kishilarni bu xil xislatlarni o'zlashtirib olishga chaqirgan edi. Aksicha yomonlik, oshko'zlik, shuhratparazlik, hamoqatlik, hasadxo'rlik, shalloqlik, o'zimchilik, begilmichilik qatorliq yomon illatlarni qattiq so'kib, kishilarni uningdan yiroq turishga undagan edi. Zamonning yo'lsizligi, ta'turlik ustidan qattiq shikoyat qilib, o'z noroziligini bildirgan edi. Mana bu nuqtadan olganda muftahil adabni 20-asrdagi qutatg'ubilik deyishga bo'ladi. Abduqodir Damollam o'z kitobida birinchi bo'lib aql, bilim, axloq fazilatni ta'kidlaydi. Chunki uning qarashicha aql, bilim, axloq fazilat insonni xor va zabunlikdan saqlab, saodatni qiladigan, tilak maqsadlarga yetkazadigan muhim omillarning biridir. Agar inson aqlni ishga solishga mohir bo'lmaydi ekan, insoniyat yaratgan bilim boyliqlari bilan o'zini qurollantirmaydi ekan va go'zal axloq fazilatni o'zida yetildirmaydi ekan, mangu qul bo'lib o'tadi. Tangri insonga aql va adabdan go'zal ne'mat bermadi. Aql, adab yoshlarning go'zal husni. Aql adabni yo'qotgan yoshlar hayot sahnasidan tezroq yo'q bo'lgani yaxshiroq. Agar sen aqlingni to'g'ri ishilta olsang, yotgan o'rning kechidimi aql nuri bilan doim yo'rib turadi. Aqlingdan nasihat so'ra. Aqldan boshqani keraksiz hisobla. Har bir fazilatda ustunlik bor. Ammo ilmni hamma fazilatdan ustun topdim. Ilmdan boshqani sarmoya deb hisoblama. Chunki ilm degan tugumas xazina. Ay yosh, ilm o'rgan. Chunki nodonlik nomus. Nodonlikqa eshakdan boshqa narsa rozi bo'lmaydi. Ilm bilan nijot top, mangu yashirsan. Nodonlar o'lik, olimlar tirik. Ilm egillari va ilm yo'lida mangan kishilarning hammasini tanglik va xorlanish yo'lida o'tib ketdi dema. Ilm ortqanda dushmanning og'zi burnini to'pig'i meligili bo'ladi. Ilmning husni harakatni isloh qilishdir. Do'zax ishkini pechatlaydigan narsa faqat ilm. Bilimli kishining uxlashi taqvodor zohidning e'tiqodda o'ltirishidan afzal. İnsanın qadr qimmati, mayli u inson yaxshi amalni oz qilsin, ko'p qilsin, go'zal amaliyatiga bog'liq. İnsanlarning yaxshisi kishilar ustidagi eg'irchilikni erg'itib tashlab, manfaat yetkazgan kishi. Agar qodir bo'la olsang, kishilar orasida yaxshi ishlardan boshqani qilma. Barliq yomon ishlardan yiroq bo'l. Yaxshilikning urug'ini chash. O'rinsiz yer bo'lsa-mu, chunki yaxshilik urug'i qayerga chechilsa, hargiz zoyi bo'lmaydi. Yaxshilik qilgin. Zaman o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, chunki uni yaxshilikning hosulini teraydigan kishidan boshqasi o'rin olmaydi.
yaxshilikni odat qilish uchun ochiqqul bo'lish kerak. Ochiqqul kishi izzatdan neri bo'lmaydi. Ey bolalar, butkul xalqqa mehribon bo'linglar. Ularga marhamat, shafqat nazringlar bilan qaranglar. Cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlab, barliq ishlarda yaratgan zotning haqqini ado qilinglar. Har qachon esil tabiatli kishilarni hurmatlasang, senmi hurmatga ega bo'lasan. Agar iflos odamlarni hurmatlasang, u haddidan eshib seni yerga uradi. Xayr ihson qilish o'rniga qilishni ishirtish ziyonli bo'lganidek, qilish o'rniga xayr ihsonni qo'yishmi ziyonliq. Iflos odamlarga lutfu marhamat qilma. Uni haddidan oshirib qo'yasan. Qattiq to'mirni faqatla o't yumshatadi. Agar to'mirga dengiz suyini quyisimi asla yumshamaydi. Qudrat topsang bir kunni fursat berma. Yomonlarni chaqqan bir taraf qil. Bo'lmasa ular sen ega bo'lgan kuch-qudratga atili ega bo'lib oladi. So'zni grammatika bilan go'zallashtir. Chunki so'z qoidasin mahrum bo'lgan kishi so'zni buzadi. Aql degan zillat, kam suxanlik degan salomatlik. Shunga o'rinsiz so'zni so'zlama. Kam suxanlikka bir qatim pushaymon qilsam, ko'p so'zlaganga 1000 qatim pushaymon qildim. İnson har qachon o'z tili bilan sirni pash qilib, boshqalarning malomatiga qolsa, u ahmoq insondir. So'zlaydigan o'rinni topsang, cho'qim kang tasha so'zla. Agar so'zlaydigan yaxshi so'zni topsang, oyimay so'zla. Chunki kishilar ilm va qobiliyatiga yarasha u so'zdan to'g'ri tushuncha oladi. Har qachon fikr qilsang, kaskin fikr qil. Chunki so'ranmilik kishini ikkilantiradi. Dunyo bir holatda davom qilmaydi. U ba'zida oldin qiladi, ba'zida keyin qiladi. Dunyo keyin qilsa, inson har qachon hasratlanadi. Oldin qilganda uning g'amlari ko'payib ketadi. Inson biror ishda xursand bo'lsa, dunyoni maqtaydi. Agar ozroq xofliq tarsa, hayotim bilan qasam qilamanki, u oz o'tmasdan dunyoni tanlaydi. Qaramamsan. Dunyo degan qurilgan binolarni o'raydi. Bergan narsalarni qaytirib oladi. To'g'ri narsalarni buzadi. To'li nadallar dunyoda pul molga to'ymay o'ssa, ko'plagan bilimdorlar yo'qsizlikdan dunyoda hasrat chekib ketadi. Xofliq ko'rmay hayotni xushallik bilan o'tkazay desam, dunyo parastlikdan iborat odamni halokatga ittiradigan bu nafsoniyat yo'lni tutma. Dunyo parastlikni tashla. Chunki oliy martabali kishilarni xorlashtirish, e'tiborsiz kishilarni martabali qilish dunyoning tabiatidir. Qaramamsan. Tug'ilganda qo'lni chin yumib olgani hayotga bo'lgan omroqligining dalilidir. O'lgan chaqda olqinni ochqini, qaranglar, dunyodan quruq qo'l qaytdim deb ibrat qilganiga ishoratdir. Vatanim nima degan sharafli? Uningdan zulm ko'rgan bo'lsam-mu, xalqim nima degan qadrli? Jafo ko'rsam-mu, bu zamon pastkashlarning o'rni yuqur bo'layotgan, ulug' mashhur kishilarning shuhrati besilib ketayotgan iflos zamondir. Bu zamon marvoyit marjonlari ostiga cho'nqur petib ketgan, o'likning toplari ustida laylab turgan dengizga o'xshaydi. Turmush aqlliq, pok kishilarga kayni qilib olgan, ilm ahli va san'atkorlar kasoblashgan, nodon johillar bozor topgan zamondir. Turmush logikasi shundoq. Dunyoda nodon kishilar atoqqa erishadi. Olim kishilarni jafo mushaqqatlari chirimib oladi. Agar rizqi nasiba aqliga qarab bo'ladigan bo'lsa edi, mana shu vaqtda hayvonlar nodonliklaridan halok bo'lgan bo'lardi. O't ko'ygan o'tinda o'tning yalqini bo'lmasa edi, archa yog'chining xushburqi tonilmagan bo'lardi. Barliq narsalarning ta'mini qayt-qayt tetib ko'rdim. Lekin men tetigan narsalar ichida gadoylikdan ta'm ochiq narsa yo'q ekan.
meni qayg'uga tashlagan narsalar ichida dushmanning shodligidan g'ayrini topolmadim. Meni chatlantirgan narsalar ichida hasadxo'rdan g'ayrini topolmadim. Afsuski, mening ko'nglimdagi do'stlarimmo meni cheqishdan tartinmaydigan qumliqning zaharli yilonlarga aylanibdi. Men ularni sinab yaxshilik kutgan bo'lsam-mu, ammo ular meni hech nima unmaydigan qog'oz bir o'rmonga tashlab yetibdi. Har kuni ularga o'q etishni o'rgatsam, ular biligini rusib olgandan keyin meni otdi. Ularni dushman o'qidan mudofaa qiladigan zaharli choyan qilib olsam, ularni dushman o'qidan mudofaa qiladigan zaharli chapon qilib olsam, ular dushman o'qining uchi bo'ldi. Dushmandan bir qatim hazar ayligicha do'stdan ming qatim hazar aylisi bo'lg'adak. Chunki do'st o'zgarsa, bu do'st ziyonkashlik qilishga to'liq mohir bo'ladi ekan. Kishilardan sodiq, vafodor do'st bo'lish haqida o'tinsam, ular buningga yo'l yo'q deyishdi. Sening vatanga bo'lgan muhabbating chatga chiqmaslik bilan ifodalanmaydi. Sabr qilgin. Suv uzun turib qolsa sesiydi. Ay kichiklikdan asta-asta cho'ngib, to'liqlanib 14 kunlik to'lin oyga aylanadi. Sabr qil, chunki orzu istaklar safarda qo'lga keladi. To'xtam suvning qishi turi vermay, suzuk suv izda. Bir odam zulm ostida qilishga chidamaydi. Zulmga faqat eshakli chidaydi. Bir qayerga borsa, qadrlik va hurmatlashga ega bo'ladi. Xuddi quyosh har bir burjida nuroni bo'lgandek. Qara, u yo'lbos bir odamni o'ldirmadi. Go'yo uning gunohini afu qilgandek. Sen himmatlik va shafqatlik u bir odamni qo'g'dashga jur'at qila oladingmi? Zulm qilish inson tabiatidagi narsa. Agar zulmdan xoli qolgan narsalar bor deyilsa, u ma'lum bir to'salg'ining sababidan zulmdan qutulib qolgan bo'lishi mumkin. Yirtqich hayvonlardan zulmga uchramay hayot qolganlar ko'p. Biroq insondan zulmga uchramagan birortasini topolmaysan. İnsanlar ichida o'z aybini unutib, qerinidagi unutilib ketgan ayib 90ni asga soladigan yomon qabih odat bor. Barliq axloq tabiatidan rozi bo'ladigan kim bor? Cheklik aybi bo'lishning o'zi fazilatli inson ekanligini ko'rsatadi. Go'zallikni yoshlikka dalil qilma. Barliq hal berilgan to'mir keraklik emas. Sen qancha qitimlab kishilarni yomon ishlardan to'ssan, o'zing yanmaysan. Qancha qitimlab kishilarga nasihat qilasan, o'zing anglamaysan. Hay, belay tosh. Qachongacha to'mirni ittiklitsan-u, o'zing kesmaysan. Agar ko'zing boshqalarning aybini ko'rsatsa, sen u ko'zingga boshqalarning ko'zi bor degin. Agar aql egisi bo'lsang, boshqalarni ayblamayding. Agar o'zingdagi aybni ko'ra olsang, bu aybing bilan jim bo'larding. Aqlsizlik bilan ko'rni haqoratlama. Chunki aqllarning ko'rdan og'zini yumishi to'g'ri ishdir. Ko'rdan hayoni qandoq umid qilasan? Uning hayo qilish a'zosi xorib tursa. Asli nasl mangulik davom qiladi deyma. Chunki mangulik nasab yoshlar qo'lga keltirgan narsalardir. Ba'zida dada tarbiyasidan mahrum qolgan insonlarmo g'o'ji bo'la olmaydi. Bilish lozimki, g'aldi-g'ashlar yaxshi bo'tida tavlash orqali chiqarib yetiladi. Qizil gul cho'qim tikandan echiladi. Nargis gulmo piyozdan o'sadi. Qilishning o'zini chin tut, g'alibini tashla. Yoshlarning yasonchuqligiga qaramasdan fazilatini qadrla. Chiroy shaklining go'zalligi yoshlarga foyda beradi. Axloqi har qachon go'zal bo'lmasa, agar bir narsadan hayron qoldim desam, yoshlarning qadr-qimmatsiz ish-harakatlari meni hayron qoldirgan bo'ladi. Muhabbat, murvat, vafodorlikdan boshqa narsa emas. Muhabbat ahliga go'zal axloqli, esil tabiatli kishilardan boshqasi kerak emas.
muhabbat ahli bo'lmagan ko'p kishilar muhabbat da'vosi qiladi. Amaliyotda ular muhabbatdan bakmi yiroq. Muhabbat degan qo'rqinchoq ahmoqlarga nada turibdi. Simasi to'lin oydek mahbubga pam parasti yuqori, o'tkir fikrli kishilar oshiq bo'lib muhabbat dardida o'rtanadi. Yurak Jamol oydek u mahbubga intildi. Uning nazokat, latofatlari yurakdan o'rin oldi. Lekin uning manga qilgan muomalasi qo'pol, qabih edi. U ko'z o'qi bilan meni otdi. Ko'z yoshlarim xuddi buloqdek etilib chiqdi. U qotilim nahsdiga yetgandan keyin ko'z o'qi bilan o'ldirilgan bu kishiga kim namoz o'qiydi dedi. U mahbubning husni, kamolati tangdoshsiz bo'lib, go'zallik uning husnining sultoni. Chechanlik qo'shinlar edi. Uning xulqi lazzatlik, tabiati zil, latif bo'lib, u to'g'riliqda zamonni hayron qoldirishda yegana bo'lib, qaddi inchga, livi hasal, jamoli oyga o'xshash. Og'zi va tupurki hasal va hasalchining o'zi edi. To'lin oy u Dilraboning go'zal qomatiga, suzib husniga rashq qilib, xijillikdan bulut ostiga mo'kinib oladi. Sharofat osmondagi takomillashgan baxt yulduzimi bu to'lin oyning saodatidan orzusiga yetgan edi. U Dilraboga berilib, ishq muhabbatida sarin bo'lib ketgan. Ko'z o'qida o'lgan yoshlarim oz emas. Men payg'ambar alayhissalomdan uningga oshiq bo'lsam gunoh bo'lamdi, qiyomatda azob bo'lamdi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom Xudo buyursa gunoh yo'q dedi. Sen nima uchun livimni osh mahbubni suyishdan cheklaysan? Halbuki ziroat terg'uchining o ziroat haqqi bor emasmi? Ishq o'tida o'rtanayotganligimni, haqiqiy muhabbatni tushunadigan barliq kishilardan so'rag'in. Shu vaqtda mening haqiqiy muhabbat ahli ekanligimni bilasan. Malomat qilg'ichlarning so'ziga quloq solma. Chunki ularning bizga qarata yomon xiyol, o'y fikri bor. Qizil gul bilan niqoblangan o mahbubning manziga suydim. Halbuki yuragim uning muhabbatidan qutuladagandek emas. O mahbub ochiqlangan holda beshini tortdi. Men uningga islomda jarohatlanganlarga qiyomatda qisos bor. Shunga zulm qilmay og'zimga suyib olgin dedim. Bahor shundoq bir faslki, har qanday vaqtda faxrlansa bo'lg'idek. U bahor insonning ko'zi, qasidalarning ko'pliklaridir. Bahor o'zining go'zal manzarasi, illiq shamini, chiroyli gulli kiyimlar bilan birga keldi. U shoxlarga qarab, ular qandoq kiralishib, qandoq ayrilishgan. O shoxlar xuddi suyishga intilayotgan, ammo maroqchilar ko'rib qolganlikdan bu izoga tan berib, ayrilishgan oshiqlardek. Men o shoxlardan nima uchun qishda yalang'och bo'lib elib, at yozda kiyim bilan ko'rinsizlar deb so'rasam, ular menga qishda kiyimimizni bahordan iborat bu xush xabar elib kelguchiga selib beramiz dedi. Inson kishilardan ayrilib, tog' cho'qqisiga chiqib olsa-mu, ziddiyatdan xoli bo'la olmaydi. Qattiqchilikdan keyin kangrichilik keladi. Qayg'u hasrat yaqin xushallikdan bishorat beradi. Barliq hodisalar oxirga yetganda anga yorug'likning yetib kelishi yaqin. Muftahil adab, falsafiy fikrga boyligi, tasvirlarning go'zalligi, tarbiyaviy ahamiyatining cho'nqurligi bilan haqiqatan mangu qimmatini yo'qotmaydigan o'lmas asar hisoblanadi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Batur Ro'zining yangi ma'arif bayroqdori Abduqodir Damulla nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat.